Assalomu alaykum hammaga, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Oreo pirogini tayyorlaymiz. Ishimizni xamir qarishdan boshlaymiz. Bizlarga kerak bo'ladi sariyog', tuxum, shakar, un, kakao va razrıhli kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib sariyog'imizni eritib olamiz. Sariyog'imiz ustidan shakarni solamiz, aralashtiramiz. Tuxumimizni solib aralashtiramiz. Unimizni ustidan razrıhli va kakaoni solib aralashtirib, sariyog'imizni ustiga solib, yumshoq xamir qoramiz va xamirimizni tindirish uchun muzlatgichga qo'yamiz. Xamirimiz tingunicha nachinkasini tayyorlaymiz. Nachinkasi uchun bizlarga kerak bo'ladi qaymoq, shakar, tuxum, kraxmal, maydalangan Oreo pechenyasi va bezatish uchun Oreo pechenyasi kerak bo'ladi. Qaymog'imizni ustiga shakarni solib, bitta aralashtirib olamiz. Uni ustidan tuxumimizni solib aralashtiramiz. Kraxmalimizni solib aralashtiramiz. Oreo pechenyamizni solib aralashtirib olamiz va muzlatgichda tingan xamirimizni olib, qalbimiz tagidan pergamentni solib formamizga bo'rtki chiqarib, yaxshilab bir tekis qilib yeyib olamiz va xamirimizni ustidan sanchiq bilan sanchib chiqamiz. Nachinkasini solamiz bir tekis qilib, ustini xohishimizga ko'ra Oreo pechenyasi bilan bezatamiz. Qizib turgan duxovkada 160 gradusda 30-35 daqiqa pishirib olamiz. Judayam mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Kommentariyda javobini kutaman.